Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimiz arab tili grammatikasi 3-dars. Bu darsimizda sizlar bilan avvalgi darsimizda boshlaganimiz so'roq mavzularini davom ettiramiz. Bundan oldingi darsimizda ma so'roq yuklamasi haqida gaplashdik va bugun esa man so'roq yuklamasi haqida gaplashamiz. Man so'roq yuklamasi. Man so'roq yuklamasi bu aqllilar uchun ishlatiladigan, ya'ni aqlli deganda insona va shu kabi aqli bo'lgan so'zlarga ishlatiladi. Masalan, hayvonlarga nisbatan arab tilida man ishlatilmaydi. Hayvonlarni joni bo'lsa-da, aqli bo'lmaganligi sababidan bu a, aqlsizlar toifasiga kiritiladi va uni biz mabodo unga savol beradigan bo'lsak, ma so'roq yuklamasi bilan so'rashimiz mumkin. Man bilan esa aqli borlar so'raladi. Xo'p, demak, man hada deganda tarjimasi bu kim? Bu kim? Man kim degani. Va pastda misollarni ko'rib chiqamiz. Hozir e'tibor bersangiz, misollarda ham man bilan berilgan savol aynan inson haqida so'ralganligini va uni javobida ham inson haqida ma'lumot borligiga e'tibor berasiz. Masalan, birinchi savolimiz: Man hada? Man hada? Bu kim? Bu kim? Shu o'rinda bir gap, man yoki har qanday so'roq yuklamasi faqatgina istisnoli joylari bor. Buni o'z o'rni kelganda aytamiz. Aksariyat so'roq yuklamalari muzakkarda ham, muannasda ham bir xil bo'ladi. Demak, man deb biz erkak haqida ham yoki ayol haqida ham so'rasak bo'ladi. Man hada? Bu kim? Hada tabib. Hada tabib. Demak, tabib degani shifokor. Shifokor. Hada tabib. Navbatdagisi man hada? Man hada? Bu kim? Hada walad. Hada walad. Walad bola degani. Bola. Keyingisi man hada? Man hada? Bu kim? Hada talib. Hada talib. Bu talaba. Navbatdagisi ma hada? Ma hada. Endi bu yerda savol maga o'zgardi. Demak, bilamizki, bu inson haqida so'ralmayapti, jonsiz yoki aqlsiz so'z haqida so'ralyapti. Rasmda esa masjidning rasmi bor. Javobida ham hada masjid. Hada masjid. Bu masjid. Man hada? Man hada? Bu kim? Bu kim? Hada tajir. Hada tajir. Tajir tijoratchi, savdogar, tadbirkor, biznesmen hammasiga to'g'ri keladi. Hada tajir. Hada kalb. Hada kalb. Kalb it. Kuchuk degani. Kuchuk bizda odatda kichkina itlarga nisbatan aytiladi. Demak, kalbun bu it deb tarjima qilinadi. Bu yerda yangi so'z sifatida berilyapti. Shu sababli savol bilan berilmayapti. Xo'p, keyingisi ahada kalbun. Ahada kalb. Demak, to'xtab o'qisak ham bo'ladi, qo'shib o'qisak, ya'ni tanvin bilan o'qisak ham bo'ladi. Ahada kalb, bu itmi? Savol ekan. Bu itmi? Va bu kabi savolning javobi biz avvalgi darsimizda ko'rdik, ha yoki yo'q bilan boshlanishi kerak. Demak, la hada qitt. La hada qitt. Agar tanvin bilan o'qisangiz, la hada qittun. Qitt mushuk degani. Mushuk. Va hada biz aytganimizdek muzakkar uchun ishlaydigan ko'rsatish olmoshi va shu sababdan biz qittun so'zini bu mushukning o'g'il bolasi deb tushunsak bo'ladi. O'zbek tilida mushukning o'g'il bolasi nima deyilishi esimdan chiqdi. Mushukning qiz bolasi tamarbutda qo'shib aytiladi. Qittatun. Qittatun. Xo'p, keyingisi hada himar. Hada himar. Bu eshak. Eshak. Demak, eshakning erkagi ham himar deb aytilar ekan. Eshakning ayoli adashmasam atan deb aytilar edi. Atanun. Xo'p, keyingisi ahada himar. Ahada himar. Bu eshakmi? La.
هذا حصان. لا، هذا حصان. حصان ot. Yo'q, bu ot. وما هذا. وما هذا. Va degani odatda ayni savollar takrorlansa vov ishlatiladi, ya'ni va bu nima? Va bunisichi nima degan holatlarda. وما هذا. Va bu nima? هذا جمل. هذا جمل. Jamal degani arab tilida tuya deb tarjima qilinadi. Navbatdagisi ma hada. Ma hada. Bu nima? Hada dik. Hada dik. Bu xo'roz. Man hada. Bu kim? Man hada. Hada mudarris. Hada mudarris. Hada mudarris. Mudarris o'qituvchi degani. Ahada qamis. Ahada qamis. Qamis ko'ylak degani edi. Bu ko'ylakmi? Rasmda dastro'molchani rasmi bor. Demak, la hada mindil. La hada mindil. Yo'q, bu dastro'molcha. Va davomida mashq bor ekan. Iqra va kitub deb yozibdi, ya'ni o'qing va o'qing va yozing. Siz bu mashqni odatda o'qishingiz kerak va mustaqil tarzda yozishingiz kerak. Nimaga o'qish kerak? Chunki bu so'zlarni siz bilasiz, yodlagansiz va bugungi kelgan so'zlar ham bor va qiziq tomoni harakatsiz berilgan. Ya'ni so'zlarni fatha, kasra, dammalari yo'q. Siz buni harakatsiz matnlarni o'qish mahoratingizni oshirish uchun albatta o'qishingiz kerak. Xo'p, birgalikda o'qiymiz. Ma hada. Hada qalam. Bu nima? Bu ruchka. Xo'p, samarali foydalanish maqsadida bunday qilsangiz bo'ladi. Men hozir mana bu gapni o'qiyman va tarjimasini aytaman. Siz mendan oldin buni o'zingiz mustaqil o'qing, ya'ni videoni pauzaga qo'yingda, o'zingiz mustaqil tarzda o'qing va tarjima qiling va men o'qiganimdan keyin o'zingizni tekshiring. Go'yoki bir ustoz shogird an'anasini masofadan bo'lsa ham amalga oshiramiz. Demak, shu joyda to'xtatishingiz kerak. Hada kalb. Hada kalb. Bu kuchuk, bu it. Navbatdagisi biz tartib raqam bo'yicha ketyapmiz. Demak, 1, chap tomonga o'tganda 2, pastdagi 3. Mana shu tarzda sonlarning arabiy ko'rinishdagi holatini ham yodlab borishingiz kerak. Hech narsani e'tibordan chetda qoldirmang. Man hada. Hada tabib. Bu kim? Bu shifokor. 4-si hada jamal. Hada jamal. Bu tuya. 5-si ahada kalb. La hada qitt. Bu itmi? Yo'q, bu mushuk. 6-si ahada dik. Naam. Bu xo'rozmi? Ha. Demak, qisqa ha yoki yo'q deb javob bersangiz ham bo'ladi. 7-si ahada hisan. Ahada hisan. Bu otmi? La hada himar. La hada himar. Yo'q, bu eshak. 8-si adashib ketdimi? 7, 8. Hada mindil. Bu dastro'molcha. 9-si ahada walad. Naam. Bu bolami? Ha. 10-si man hada. Hada rajul. Bu kim? Bu kishi. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan man so'roq yuklamasi, so'roq so'zi, u yuklama hisoblanmaydi, so'roq so'zi haqida gaplashdik va uning ham qoidasi juda sodda. Birinchi so'roq keladi, keyin hada masalan. Hozirgacha tuza oladigan savollarimiz shu holatda va yangi so'zlarni bir nechasini o'rgandik va shu paytgacha o'rgangan so'zlarimiz deyarli hammasi muzakkar jinsida kelyapti. Hali biz muannas mavzusiga kirishmadik. Kelgusi darslarimizda yana kitobning davomidagi mavzularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Salomat bo'ling.